Bahrom. Said Nurullayevda tepish imkoni bor, zarba yo'lladi. Yana bitta zarba, gol. 1-0. 24-daqiqada Amirbek Saidov qaytgan to'pni to'rga joylab qo'ydi. Birinchi pas. Balki fint ham to'g'ridir. Jumayev o'ngroqqa ichkariga rikoshet, darvoza bo'sh. Gol! Said Nurulloyev. Zo'r hujum zarba, mana bu ajoyib zarba bo'ldi. Bahromov birinchi taymda aytdim, uning juda ham o'ziga xos zarbalari bor deb. Ishga soldi ushbu qurolini, havoda kelayotgan to'pni pushka yordamida yuqori burchakka joylab qo'ydi.